Leksimizin davamını anlayış hürmetli vatandaşım. Onun üstüge Xitay müstemlikçileri Uygurlarını taşqırı dünyaya Uygurlar dini itiqat milleti dep düşündürüvatıdı. Dini itiqatqa münasibetlik Uygurlar iptidai millettir dep tanıştırıvatıdı. Şuna din Uygurlarning qo'lida radikalleşip Uygurlar terrorizmlik vaqalarni paydo qilyapti deb tanıştırıvatıdı. Xitay müstemlikçileri Uygurlarning siyasi maqsad, siyasi muddaalarini dini itiqat meselesini ko'tarib chiqib, burmilawatıdı. Xitayning turaqliq iboralarida ko'rsatilgandek bu yerda uch sartangi yo'q. Şinjangda milletler to'qinishi yo'q. Şinjangda mustaqillik harakati yo'q demakchi bo'lawatıdı. Şunu bizning ayrim bayonotchilarimiz Pustanining burutini tushirib etganligi uchun Uyg'urlar qo'zg'olon ko'tardi deyishyapti. Yana ba'zida Ramazon oylarida Uyg'urlarni Ramazon tutishga yo'l qo'ymaganligi uchun Uyg'urlar isyon ko'tardi deyishyapti. Uyg'urlarning bayonotchilariga moslashib bergan BBC radio televiziyasining Xitoy til programmasining ayrim muxbirlari ve Amerika Ovoz Radyosu Xitoy til programmasining ayrim muxbirlari Uyg'urning dini e'tiqod erkinligiga Xitoy hukumati zo'ravonlik ishlatgan sari Uyg'urlar zo'ravonlik ishlatyapti deb xulosa chiqarib, Uyg'urlarning zo'ravonlik ishlatyapti deb xulosa chiqarib, Uyg'urlarning dini e'tiqodini qo'yib bersalar, bu yerda Şinjangda, Sharqi Turkistonda hech qanday ish yuz bermaydi deb xulosa chiqarib, yakun chiqarib, xalqaro jamoat fikrining nozik qatlamlariga singib kiryapti. Shunda qilib Uyg'urlarning siyosiy maqsadlari faqat diniy e'tiqod masalasida burmilanyapti. Uyg'urlarning siyosiy mustaqillik orzulari va buning uchun to'xtamay davomlashayotgan kurashlarini pichaklashtiryapti, burmilayapti. Tagi-takdan elib aytsang, bir millat siyosiy mustaqillikka erishmay turib, bir millat siyosiy jihatda qad ko'tarmay turib, hech nimadan boshqa bu millat o'zlikka ega bo'la olmaydi. Adnasi hayot mavjudligimi kapolatga ega bo'la olmaydi. Bugun uyg'ongan alla nima deyapti? Qarab baqayli. Shotlandiya referendum elib bordi. Angliyada qolamizmi, Angliyadan bo'linib chiqib ketamizmi deyishdi. 6-oyning 23-kuni oldimizda Angliya referendum tashlaydi. Yevropa ittifoqida qolamizmi, Yevropa ittifoqidan bo'linib chiqib ketamizmi deyishyapti. Shanghai, Hong Kong mustaqillik uchun nodivizm yoki lokalizm nazariya sohasida munozirlashyapti. Şangangda mustaqillik uchun millatchilar partiyasi qatorliq 3 partiya qurildi. Maqsadga mustaqillik maqsadiga yetish uchun kerak bo'ladigan zo'ravonlik ishlatamiz deyishdi, qasam qilishdi shangangliklar. Tayvan Demokratiya taraqqiyot partiyasi hokimiyat beshiga keldi. Aradan emdili 13 gün öttü. Tayvanning tashqi ishlar ministri Li Dabi Birlashgan Davlat Tashkiloti qaytib kelamiz yoki Tayvan Taybey nomida Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo bo'lamiz yoki Kuomintang hukumatining BDTdagi asli nomini asli keltiramiz deyishyapti. Jumhur Xalq Cumhuriyati Davlat Mahkamasining hurmatli a'zolari, diqqat. Shanghai nodivizm Shanghai millatchiligini ko'tarib chiqib, Shanghai mustaqillik uchun kurash faoliyatini boshlaganda qanday diniy e'tiqodni ko'tarib chiqqan edi? Shanghaining diniy e'tiqodi nima edi? Shanghaining mustaqillik faoliyatiga yo'lakchi bo'lgan diniy e'tiqodi nima edi? Jungu hukumatining mahkama a'zolari. Ya'ni qanday diniy e'tiqodni qandaq diniy e'tiqodni radikallashtirgan edi. Shanghaining mustaqillik talablari diniy radikalizm bilan munosabatlikmi yoki munosabatsizmi? Jango davlat mahkamasining a'zolari javob beringlar.
Aqtaş kitapning 6-cı babida xalqaro diniy radikalizmlik fikir aqimining ta'siriga uchrab, yaqinqi yillardan beri diniy radikal İslam Şinjan'da paydo bo'ldi va kengaydi. Köpçüket diniy radikal İslam diniy ta'limotga xiloflik qilib yoki burmilab tushundirib köpçüket bazı adamlarni o'zlarining ma'naviy tizginlishi ostidagi radikal İslamga terroristlarga aylantirdi. Köpçüket diniy radikal İslam dünya xalqining o'rtaq dushmani deb ko'rsatdi Xitoy Aqtaşlik kitobida. Bu yerda Xitoyning maqsadi oshkor bo'ldi. Şinjan'da yani Xitoyning mustamlikasida hukumatning bostirishtirigi va o'zlarining siyosiy maqsadlariga munosabatlik yuz bergan zo'ravonlik harakatlarini xalqaro radikalist harakatlari bilan birlashtirib, Uyg'urlarni xalqaro jamiyatning o'rtaq dushmaniga aylantirmoqchi bo'ldi Jungo hukumat mahkamasi. Nima dedi? Xitoy Davlat Mahkamasi diniy radikalistlarga qarshi turish har qaysi ellar hukumatlarining o'tashga tegishli mas'uliyati. Demak, bu hukumatlar Uyg'urlarga qarshi turish kerak. Demakchi bo'ldi. Uyg'urlarga qarshi turishning xalqaro terrorizmga qarshi turish harakatlarining bir qismiga aylantirmoqchi bo'ldi. Bu masalaga bizning javob berishimiz hojatsiz bo'ldi vatandoshim. Fransiyalik muxbir xonim bu masalaga unumli javob berdi. Uyg'urlarning elib berayotgan zo'ravonlik harakatlari Parij ko'chalarida yuz bergan zo'ravonlik harakatlariga o'xshamaydi. Xarakteri jihatdan tubdan o'xshamaydi. Ikki xil harakatning xarakteri boshqa deb javob berdi. Chidimidinglar Jungo Davlat Mahkamasining a'zolari bu xonimning Beijingda turib muxbirlik qilish salohiyatini elib tashildinglar. Davlat Mahkamasining a'zolari chidimidinglar. Jungoning Davlat Mahkamasi biz javob bera olmasak, xalqaro jamiyat bu to'g'rida ana shunday javob qaytadi.